Ketdi. 36 va 48 sonlarni e kubini toping. Biz birinchi sizlarga e kub mavzusini tushuntirib turgan vaqtimizda birinchi men 36 bilan 48 ni bo'luvchilardan boshlab tushuntiraman. E kub nima edi? Eng katta umumiy bo'luvchi degani. B bo'luvchi u umumiy K katta eng degan. Eng katta. Ya'ni bo'luvchilarning ichida, ya'ni 36 va 48 sonlarini bo'luvchilarini ichida eng kattasi shu sonlarni e kubi bo'ladi. Avval biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bo'luvchi nima? Bo'luvchilarni topaylik. Mana 36 ni bo'luvchilarini yozib chiqaman. 3 ta nuqta qo'yib 36 qaysi sonlarga bo'linadi? 36 1 ga bo'linadimi? 2 ga bo'linadimi? 3 ga, 4 ga, 6, 9, 8 ga bo'linmaydi. 36, 9, 12, 18 va 36 ga bo'linadi. Endi 48 chi? 48 qaysi sonlarga bo'linadi? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ya 14 ga bo'linmaydi. 16, 24, 48. Mana. Hozir men nimalarni yozdim? 36 va 48 ni bo'luvchilarini yozib berdim. To'g'rimi sizga? Endi kelinglar umumiy bo'luvchilarni yozib beraman. Hozir bu faqat bo'luvchi 36 ni bo'luvchilari mana shular, 48 ni bo'luvchilari mana shular. Endi umumiysi. Ya'ni bu hozir B sini yozdimmi? Endi u B ni yozaman. 2. Ikkalasida bori umumiy bo'ladi. Ikkalasida bo'luvchilarning ichida bir xil umumiy bo'lyapti. Mana 3 bor, 4 ham bor, 6 ham bor, 12 ham bor. Yana bo'ldi ekan, shu ekan. Demak, qaysilar ekan? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Endi eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni qaysi sonlarda 36 bilan 48 dir. Bo'luvchilarning ichida eng kattasi qaysi? 12. 12 bo'lgancha eng kattasini nima deb olyapmiz? 12 deb olyapmiz. Tushunarlimi? Shu mohiyatni biz hali ekukni tushuntirdik-ku mohiyatini. Bu ham xuddi shunday. Tushunarli? Hop, endi qoida bo'yicha osonroq topishni usulini o'rgataman, lekin javob 12 chiqish kerak baribir. Bunda ham, ikkinchi usulda. Tut ko'paytiruvchilar. Mana tut ko'paytiruvchi ajratish yo'li bilan. Sizlar 36 ni ko'paytiruvchi ajratamiz, 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lamiz. 9, 3 ga bo'lamiz. Endi 48 ni ajratamiz. 24, 24. 2 ga bo'lsa 2 ga bo'lamiz, o'zra. 2 ga bo'lamiz. 12, 2 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lamiz. Bir chiqqangacha bo'lish davom ettiramiz. Hop, yozyapmiz. 36 teng 2 dan nechta ekan? 2 ta 3 danchi? 2 ta. Endi 48 imizchi? 2 dan 4 ta 3 dan 1 ta. Endi e kubi teng bo'ladi. Ikkalasida borni kichik darajasini olamiz. 2 ikkovida ham qatnashyapti. Bunda ham 2 bor, bunda ham 2 bor. Kichik darajasini olamiz. 2 ni kvadratini olamiz. 3 ni kvadratini, 3 ni birinchisini? 3 ni birinchisini olamiz. Javob 4 kere 3 12. Endi shuni hozir ekukini topish kerak. Hozir nargisida tushuntirib yuboraman. Xuddi shuni yana bitta boshqacharoq varianti 3-usulda siz shuni bunday qilasiz. 36 bilan 48 ni bitta vaqtda bo'lamiz. Qarang. 36 bilan 48 ni bir vaqtda umumiy tut bo'luvchisi qaysi? 2. Ikkovi ham 2 ga bo'linadi. Bir vaqtda bo'lib ketyapti. Birdaniga.
Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. To'g'rimi? Buni 2 ga bo'lsa, 18. buni 2 ga bo'lsa 18 bilan 24 ham bir vaqtda qaysi songa bo'linadi? 2 ga. 18 2 ga bo'linadi, bu ham 2 ga bo'linadi. Agar 2 ga bo'linmasa, keyingi tub songa o'tib ko'ramiz. Bu 9 u 12. Endi 9 bilan 12 bir vaqtda qaysi tub songa? 3 ga. Endi 3 ga olamiz. Tushunyapsizmi? 9 ham 3 ga bo'linadi. 12 ham 3 ga bo'linadi. Bir vaqtda bo'ladigan. 9 ni 3 ga bo'lsangiz 3, 12 ni 3 ga bo'lsangiz 4. 3 bilan 4 qanaqa sonlar? O'zaro tub sonlar. Mana shu yerda to'xtadi. Endi siz yozyapsiz. I kubi. I kubini topib turadigan. I kubi. I kubini topib bo'ldi. Ya, I kubini shu yerda o'zida ham boshqacharoq topyapmiz-da. Mana bular I kubi bo'ladi. Mana uchalasi. Ko'ryapsizmi? 2 2 3lar bor-ku, nimasi bo'lar ekan? I kubi bo'lar ekan. Ya'ni 2 2 3. Javob nechi ekan? 12 ekan. Mabodo bizdan hozir keyingi nimamiz I kubini so'rashi mumkin. Shuni birovlar tushuntirib ketyapman-da. I kubini so'rasa agar 36 bilan 48 ni farqli joyi qayerda? Mana uchalasini olasiz. I kubida olardingiz-ku. Undan tashqari mana qavsga olib qo'ygan mana chekkada qolganlari bordi, 3 bilan 4. Mana shu 3 bilan 4 ni ham olasiz. Mana shu ko'paytirib qo'yasiz yana. 3 bilan 4 da mana alohida ko'paytirib qo'yasiz yoniga. Endi javob nechi bo'ladi? 2 kerak mana 12 bo'ladi. Bari ham nechi bo'ladi? 12 mi? 12 ni 12 ko'paytirsa nechi ekan? 12 ni kvadrati 144. 144 nimasi bo'lar ekan? I kubi bo'lar ekan. Mana unda ham hozir mana bu uslubda ham olganimizda ikkalasida borini katta darajasini olamiz. Mana uni sharti bor-ku. Bunda 2 ni kvadratini emas, 4-chisini olasiz. Tushunyapsizmi? Mana unda, mana I kubini bunda topmadik-ku, katta darajasini olasiz. Masalan, I kubida kichik darajasini olsangiz, I kubida katta daraja olasiz. Masalan, I kubini mana usulda ikkinchi usulimizni mana bu yo'lda topmoqchi bo'lsangiz 2 ni kvadratini olasizmi, 2 ni 4-chisini olasizmi? Siz 2 ni 4-chisini olasiz ekan. 3 ni kvadratini olasiz, 3 ni 1-chisini olasiz, 3 ni kvadratini olasiz ekan. I kub topganda katta daraja olasiz. I kub toptirganda B-sini topsiz kichik darajasini. Mana 2 ni 4-chisi 16, 16 ni 9 ga ko'paytirsangiz 144 bo'ladi. Buni ham javobi nechi? 16 ko'paytirib 9 144. Tushunarlimi? Endi bizga nimaga kerak? I kub bilan I kub topishni o'rgatdimmi hozir? 36 bilan 48. Xo'p. Endi amalda kasr berilyapti-da, Ibrohimjon. Qisqartiring deyapti. Kasrni qisqartirish nima degani? Qisqartirish degani I kubiga bo'lish degani. Tushunyapsizmi? Kasrni qisqartirmoqchisiz hozir. Qisqartirib bering desa I kubiga bo'lish degani. Agar siz birorta songa bo'lish tushunsangiz qisqartirish bo'lmaydi. I kubiga bo'lganingizda qisqaradi. Ha? Mukammal bo'lmaydi-da. Biz oldinlari o'rgatgandek ketma-ket qisqartirish bor. Birdaniga qisqartirish bor. Birdaniga qisqartirmoqchi bo'lsangiz I kubiga bo'lib qo'yasiz. 36 bilan 48 ni I kubi nechi? Topdingmi? 12 ga bo'lib oling. 36 ni ham 12 ga bo'ling. 48 ni ham 12 ga bo'ling. 3 u 4. 4 dan 3 bo'ldi. Endi boshqa qaytib hech qachon qisqartirmaysiz. Qisqarmaydi. 4 bilan 3 qisqarmaydi. Lekin Ibrohimjon siz buni qisqartirmoqchisizda 2 ga bo'linishini bilasiz-ku, birinchi 2 ga bo'lasiz. Nechi bo'ladi? 18 bilan 24 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lasiz, xohlasangiz. 9 bilan qarasangiz yana 3 ga ham bo'linar ekan. 3 ga bo'lib olsangiz, siz ham mana bu javobni chiqarasiz. Masalan, 3-yo'lda 4-qadamda javob chiqarasiz. Qarasangiz qisqartirdim desangiz, qisqargan narsangiz yana qisqarar ekan, yana qisqarar ekan. Agar bir vaqt o'zida siz
i kubiga bo'lsiz, boshqa qaytib ovora bo'lmaysiz. Kasrni qisqartirish degani nima degani ekan? I kubiga bo'lish degani. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisiga bo'lsangiz qutulasiz. Qisqargan bo'ladi. Bo'lmasa yana qisqartiraverasiz, yana qisqartiraverasiz. Endi bu birinchi amaliyotdagi tatbig'i. Endi ikkinchisi, mana haligi oldin gaplashdik. Mana bu misolda biz i kubidan foydalandik qisqartirishda. I kubidanchi qachon foydalanamiz? Umumiy mahraj toping keladi. 36 ga 48 ni qo'shib ketavermaysizda. Hozir qo'shib bering desam, ba'zi o'quvchilarimiz bor, 36 ga shunday 48 ni qo'shishadi. Necha bo'ladi? 36 ga 48 ni qo'shsangiz 70 84 dan 2 deyishadi. Mana borga xatosini ham ko'rsatdi. Ingliz tilida hali noto'g'ri narsani ham o'rgatib turib, keyin shuni qilmaysan deb olishadi-ku. Grammatika o'rgatib turgan paytda omaziyo oldin kallangizga kelgan noto'g'ri g'oyani ko'rsatishadi. Mana shu yerda predlogi bo'lsa, ni ishlatib turib, keyingisida zni ishlatib turib, ikkinchi marta qaytarilganda endi ziboy deysan, chunki haligi balada bu deydi. Biz o'zi Ibrohimjon haqida shuni bo'ldiydi. Bitta o'quvchi keldi desa, boy keladi-da, people kelsa, keyingisida the people bo'ladi-da. Nimaga desangiz, u biz tushunib bo'ldikda, haligi o'quvchi kelib bo'lganda o'tiribdi-da. Biz endi jumlani keyingisi davom ettirganimizda nima bo'ladi? Haligi o'quvchi aniqda bizga. Biz mana bu savolda ham hozir noto'g'ri narsani ko'rsatib qo'ymasak, keyin aytadi, bitta deydi, endi ishlatmaysan, z qilasan artikellarda. Mana bu ham hozir noto'g'risini ko'rsatib qo'yaylik. Siz hozir qilmaydigan narsani tushuntiryapman. Sizning aqlingizga kelgan narsa qanaqa bo'ladi? Bunday qilasiz, 36 ga 48 ni qo'shasiz. 84 2 bo'ladi. Bu mana mumkin emas-da. Nima deb qo'yaman? Mana shu noto'g'ri narsa. Teng emas bu. Siz shuni qilsangiz xato bo'ladi. Siz nima qilasiz endi? Pastiga yozyapman. 1/36 qo'shib 1/48 bo'lsa, 144 olasiz umumiy mahraj qiladi. Biz o'tdik-ku, i kubini topdik-ku, 144. 144 olasiz, hushyor bo'lib eshityapsiz, ko'rinyaptimi? 144 ni 36 ga bo'lasiz, nechi tegadi? Nechta? 4 tami? 4 ta. 144 ni 48 ga bo'lsangiz, 3 tami? Demak, 4 ga 3, mana unga 4 tegadi, mana unga 3 tegadi. Qo'shib olsangiz necha bo'lar ekan? 7 taqsim 144 bo'lar ekan. Mana bu uslubda chiqaradi javobni. Tushunyapsizmi? Mahraj topishda kerak bo'ladi. Amaliyot. Umumiy mahraj topish. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi biz rasmga olamiz, keyin sizlardan bitta ko'ramiz. Arada bitta master class o'tib berasizlar.